Assalomu alaykum. Ofis ilovalari va VBA degan fandan 16 tajribani video darsini men sizlarga taqdim etmoqdaman. Men demak Andijon davlat universiteti dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, fizika matematika fanlari nomzodi Abdurahmonov Jamoliddin Kamoliddinovichman. Hop, bugungi 16 tajriba darsimizning mavzusi Excel uchun VBA, Excel uchun foydalanuvchi funksiyasini yozish deb ataladi. Bu tajriba darsi fan ro'yxatidagi tajriba 16 mavzusiga bag'ishlangan. Bu yerda talabalar VBAda Excel uchun foydalanuvchi funksiyalari User Defined Functions UDF yozishni chuqurroq o'rganadilar. Oldingi darslarda oddiy funksiyalar o'rgandik. Bugun murakkabroq massiv funksiyalari, error handling, dinamik diapazonlar va boshqa ilovalar bilan integratsiya o'tiladi. Maqsadimiz VBAda Excel uchun murakkab funksiya yozish, massivlar, xatolarni boshqarish va integratsiyani mashq qilish. Endi kerakli vositalar odatdagidek Microsoft Excel, VBA muhiti, tajriba muddati taxminan 2 soat, ana shu 36 soatlik umumiy tajribalarning biri. Hop, bu demak masofaviy talabalarniki sal boshqacharoq. Bu yerda demak taqdim etilayotgan mana bu matnda kunduzgi bo'lim talabalariga mo'ljallangan nima, lekin mana bu bugungi mavzu baribir sizlarga ham to'g'ri keladi. Har topshiriqni talabalar o'zlari bajarsin, keyin yechimni solishtirib ko'rasizlar. Bu yerda yechimlar ham berilgan. Hop, endi kirish qismi demak ta'kidlab o'tamiz. VBAda foydalanuvchi funksiyalari bu Excelda barobar sum kabi mana bunaqangi funksiyani borligini bilasizlar. Excelda o'zini ichki funksiyasi bor. Sum degan, ya'ni bu yig'indini hisoblaydigan funksiya. Ruscha Excelda ishlayotgan bo'lsanglar, bu ruscha yozilib chiqadi, summa deb. Mana shunaqa barobarni bosib, keyin funksiyani nomini yozib ishlatiladigan kodlar yozamiz bugun. Oldingi darslarda oddiy funksiyalarni o'rgandik. Bugun demak chuqurroq o'rganamiz. Asosiy tushunchalar, massiv funksiyalari. Funksiya massiv qaytaradi. Excelda Ctrl Shift Enter bilan ishlatiladi. Error handling funksiyalari, on error orqali xatolarni tutish. Integratsiya, funksiya ichida Word yoki Access'dan ma'lumot olish imkoniyati ham, shunaqa funksiyani ham bajarib ko'rasizlar bugun. Afzalliklari, murakkab hisoblashlarni osonlashtiradi, takror ishlatishni yo'lga qo'yadi. Xo'p, demak biz VBA muhitini ochishimiz kerak va quyidagi berilgan topshiriqlarni bajarib o'tirishingiz lozim bo'ladi bu tajriba darsida. Xo'p, demak, birinchi funksiya bu massivdan max va minimum qiymatlarni qaytarish. Funksiya diapazonni olib, massiv qaytarish. Xo'p, mana bu funksiyani demak yozishni o'ylab ko'ringlar. Ikkinchisi bu funksiya matnni olib, massiv qaytaradigan funksiyani demak matnni bo'shliq bo'yicha bo'lib, massiv qaytarsin. Ya'ni matn yozilgan bo'lsa, uni nima qilsin? Bo'shliq bo'yicha bo'lib degani mana buni, masalan uchun mana shu matnni o'zini oladigan bo'lsak, bo'shliq degani bu probel degani. Ya'ni matnni degan so'zi bilan bo'shliq so'zining orasida bitta probel turibdi. Mana shuni demak mana shu probellar bo'yicha bo'lib massiv qaytarish kerak. Bizning misolimizda massivning birinchi elementi mana bu so'z bo'ladi, ikkinchisi mana bu so'z, uchinchisi mana bu so'z, to'rtinchisi mana bu so'z, va hokazo bo'lib ketaveradi. Xo'p, keyingi funksiya bu xatolik bilan ishlash. Sonni olib kvadrat ildiz qaytarsin. Manfiy bo'lsa xato xabarini qaytarsin. Demak, mana shunaqa funksiyani tuzasizlar. Xo'p, diapazonni dinamik saralash. Diapazonni olib saralangan massivni qaytaradigan funksiya yozing deyilgan. Va nihoyat 5-inchisi demak Worddan matn olish. Funksiya yozing. Word fayl nomini olib, uning matnini nima qilsin? Qaytarsin. Ya'ni Exceldan turib biz nima qila olishimiz kerak? Biror Word faylni ochib, uni ichidagi matnni Excelga qaytaradigan bir funksiya yozish talab qilinyapti. Xo'p, endi buni sizlar mustaqil ravishda o'zingizlar o'rganib ko'rasizlar. Qilishga harakat qilinglar. Demak, ana shu leksiyada o'tilgan materiallardan o'zingizlar demak mana mustaqil ta'limda ham shug'ullanyapsizlar. Shulardan foydalanib, buni nima qilishinglar kerak? Amalga oshirishinglar kerak.
Xo'p, keyin undan keyingina yechim va kod misollariga o'tasizlar. Bu yerda yechimlar mana berilgan. Har topshiriq uchun to'liq kod va izohlar berilgan. Modulga yozing va Excel hujayrasida sinab ko'ring deb aytilyapti. Mana bu misol uchun max min funksiyasini sinab ko'ring. Mana birinchi topshiriqda mana massivdan maksimum va minimum qaytarish funksiyasi mana bu joyda yozilgan. Mana ko'rib turibsiz. Function max min diapa degan argumenti bor ekan. Qaysi toifada? Range toifasidagi, ya'ni diapazon toifasidagi diapa deb nomlangan nimani biz e'lon qilyapmiz argument sifatida va funksiyani o'zi esa variant qiymat qaytarar ekan. Variant qiymat qaytarar ekan. Xo'p, ichkarida mana nima bo'lyapti? RR degan variant o'zgaruvchisi e'lon qilinyapti variant toifasidagi va unga mana bu qovus ichida berilgan diapazonning qiymatlari nima qilinyapti? Berib qo'yilyapti. Massiv sifatida berib qo'yilyapti. Hop, dim max is double deb e'lon qilinyapti. Demak, max degan o'zgaruvchi haqiqiy son toifasida, double toifasidagi o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Shuningdek, minimum min degan o'zgaruvchi ham double toifasiga mansub deb e'lon qilinyapti. Hop, undan keyin max o'zgaruvchisiga qiymat berilyapti. Worksheet function nokta max degan funksiya chaqirilyapti va unga mana bu massivni qiymati berilyapti. RR degan massivni qiymati. Hop, keyin u maksimumini hisoblagandan keyin u maksimum qiymat max degan mana bu biz kiritgan o'zgaruvchiga berib qo'yilyapti. Hop, undan keyin minimum qiymat ham xuddi shunday tariqada hisoblanyapti. Va mana bu funksiyani nomiga, ya'ni max min degan nomlangan funksiya yozyapmiz. Mana shu nomiga nima qaytarilyapti? Maksimum va minimumdan iborat massiv qaytarilyapti. Va end function bilan funksiya o'z ishini yakunlayapti. Hop, endi keyingisiga javob ham berilgan. Mana matnni bo'lib massiv qaytarish, mana split nimasidan foydalanib, funksiyasidan foydalanib bitta qatordan iborat funksiya yozilyapti xolos. Hop, bularni ham o'rganib chiqasizlar. Mana xatolik bilan ishlash funksiyasi berilgan, diapazonni dinamik saralash funksiyasi berilgan, funksiya Worddan matn olish funksiyasi ham berilgan. Xullas, bu yerda hamma javoblar berilgan, lekin sizlar bularni o'zingizlar nima qilishinglar kerak bo'ladi? Mustaqil ishlab ko'rishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar misol tariqasida mana bu funksiyani massivdan maksimum va minimum qaytarish funksiyasini max min deb atadik biz, to'g'rimi? Mana shu funksiyani ishlashini bir sinab ko'raylik. Keling, uning uchun biz mana bu nimaga keraklikda tajriba darslar degan papkaga kirib, mana shu papkada keling bitta nima ochaylik, bitta Excel fayl ochaylik. Mana bundoq qilib new Excel ochyapmizda. Buni nomini nechinchi tajriba 15 deb qo'ya qolaylik. Tajriba 15 kechirasiz 16, tajriba 16 misol deb yozib qo'yaylik. Mana misol deb yozdikda va bunga kirib biz buni haligi makrosga izn beradigan holatda ham nima qilib qo'yishimiz kerak, saqlab qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga kirib, buni bilasizlar, har safar shu ishni men amalga oshiryapman. Demak, mana bu yerga kirib, mana XLSM shaklida saqlab qo'ydim. Va buni o'chirdim-da, endi mana bu yerga kelgandan keyin biz mana bu narsa bizga kerak emas. Mana bunga kiramiz biz. Chunki makros yozmoqchimiz biz. Hop, mana buni o'chirdik. Hop, keling mana bunga kiraylikda. Endi mana shu joydan biz demak nima qilishimiz kerak? VBA ga o'tishimiz kerak. Mana developerni bosib, VBA Visual Basic mana muhitiga o'tyapmiz. O'tib, mana shu joydan demak biz nima yozishimiz kerak bo'ladi? Funksiya yozishimiz kerak bo'ladi. Insertni bosib, modulni bosamiz. Har galgidek mana bu joyga ana shu funksiyani past qilaylik. Keling, mana bu yerda olib, mana bu funksiyani past qilib qo'yaylik. Mana shuni ishlashini biz ishlatib ko'rmoqchimiz, tekshirib ko'rmoqchimiz. Keling, buni bu yog'ini bosib men kopiya qilayda. Mana bu tomonga o'tkazyapman funksiyani. Hop, mana aytaylik o'tkazdik. Mana ko'rdik. Demak, bizda bitta nima hosil bo'lib qoldi? Funksiya hosil bo'lib qoldi. Endi bu funksiyani ishlashini qanday qilib tekshirib ko'rishimiz mumkin biz demak. Keling, avval mana buni yozib qo'yaylik-da. Demak, Excelga o'tib, mana bu joyda hatto qanday ishlatish ham berilgan. Mana A1 dan A5 gacha bo'lgan joydagi nimani maksimum va minimumini topishni komandasi qanday berilar ekan? Barobar deb turib max min deb mana bundoq deb yozishimiz lozim bo'lar ekan. Xo'p, keling biz Excelga o'taylik-da, mana bu joyga o'tdik.
va A1 dan A5 gachami yoki A6 gachami nechigacha bo'lsa qanaqadir sonlarni yozib chiqaylik avval. Hop, mana masalan aytaylik, 15, hop, minus 36,36 masalan, ha? Hop, 85, 2,13 hop, 4,78 degan sonlarni yozdik. Hop, endi mana shu sonlarda eng kichik qiymati qaysi, eng katta qiymati qaysi, shuni biz nima qilmoqchimiz? Mana bu joyga masalan yozmoqchimiz. G8 ga yozmoqchimiz. Nima qilamiz? Buning uchun demak funksiyani nomini biz eslab qolishimiz kerak. Funksiyani nomi nima ekan? Max-min ekan. Ana shuni yozishimiz lozim bo'ladi. Qanday yozishimiz kerak ekan? Mana bundoq deb yozishimiz kerak ekan. Mana barobarni bosib, keyin max-min. Xuddi odatdagi Excel funksiyasi kabi nima qilishimiz mumkin? Mana barobar deb yozishimiz mumkin ekan. Max. Hop, max-min degan mana funksiya keldi. O'zi mana ko'ryapsizmi? Funksiya bu yerda bor ekan. Mana yozdik. Max-min. Endi biz max-minni qovusni ichida nima deb yozishimiz kerak? Diapazonni ko'rsatishimiz kerak. Diapazon qaysi diapazon? Demak, mana bu A1 deb oldik va 2 nuqta qo'yib, biz nima deb yozaylik endi? 2 nuqta qo'yib turib, A5 deb yozaylik. Mana A5 deb yozdik. Qovusni yopamiz. Qovusni yopdik. Enterni bosamiz. Enterni bosdik. Xo'p, endi mana ko'rdingiz, enterni bossak, mana bu joyga ham o'tib yozdi. Mana ko'rdingiz, bizda nimani yozyapti? 85. Bu maksimum ekan 85. Minus 36,36 mana bu minimum ekan. Ya'ni max-min degan funksiyamiz haqiqatda nima bo'lyapti? Ishlayapti. Agar biz buni mana bu diapazonda kengaytiradigan bo'lsak, masalan, mana bu yerga 100 deb yozaylik masalan, to'g'rimi? 1000 deb. 1000,25 deb yozdik masalan. Hop. Borini aytaylik, minus 40 degan sonni ham kiritib qo'yaylik. Minus 40. Demak, bu yerda vaziyat nima qilish kerak? Endi o'zgarishi kerak. Mana bu diapazonni o'zgartiradigan bo'lsak, A1 dan keling buni mana nima qilib olaylik, o'chirib yuborishimiz mumkin. Hop, mana bu yerda endi hozir misol uchun A1 dan hop, mana barobar deb yozdikda, max-min mana keldi. Mana bosib terib o'tirishimiz ham shart emas. Hop, max-min ko'rdingizmi? Max deb men bosib yuborgan ekanman. Shuning uchun bu nima deyapti? Noto'g'ri deyapti. max-min deb mana buni bundoq bossam, mana max-min keldi va diapazonni yozamiz. Mana A1 dan boshlab 2 nuqta qo'yamiz. Endi A1 deyapti. A1 emas, bizda nima? A7 deb yozdik mana. Endi bu maksimum minimum nima bo'lishi kerak? O'zgarishi kerak. Enterni bosamiz. Demak, mana ko'rib turibsiz, maksimumi nechi edi endi o'zgaruvdi? 1025 edi, 1000,125 chiqdi, a minimum esa -40 chiqdi. Demak, ko'rib turibsiz, maksimum va minimum funksiyasi ishlayapti. Xo'p, demak, biz yozgan ana shu funksiya nima bo'lyapti? Mana bu funksiya ishga tushib, bizga ana shu joyga nimaga funksiyani qiymati sifatida max-min funksiyasi nima bo'lyapti? Qaytarilyapti. Xo'p, demak, qolgan misollarda ham shu tariqada sizlar o'zingizlar mustaqil ravishda ishlab chiqishinglar joiz bo'ladi. Xo'p, salomat bo'linglar. Ishga kirishinglar darhol mana shularda hamma vazifalarni bajarib ko'rishinglar kerak. Oxirida uyga vazifa ham